Obunachilar 10-may sanasiga Lampens giloslarimizni yaqindan ko'rsatib o'tyapmiz. Mana yaqindan ko'rsatib qo'yib, bu gilosni o'ta yaxshiligi do'stlar hech qanaqa qo'shaq nima bo'lmaydi, eksportga Valavoydan oldin pishadi. Shu bir haftaligi bor. Eksportga 40 ming so'mdan narxlari ochilishni boshlanadi. Hurmatli obunachilar, yonlardan ham ko'rsatib qo'ying. Bog' qilishni tavsiya qilamiz. 4-yildan xuddi shunaqa bog' meva olib yotibdi. Bu demoqchi bo'lganimki, hurmatli obunachilar, yerlaring bor, misol foydalanish yo'q. Giloslar ekasizlar, hosil olmaydi, ganapilus satish kerak, ganapilus satish kerak. Hurmatli obunachilar, o'zini o'zi chaynatadigan gilos sotib ham xuddi ana qimmat sotishlari mumkin. Biz buni ishonchli, garantiyali shirinkalarni olib, ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar, shunaqa meva olish maqsadlaring bo'lsa, biz bilan bog'lanaverasizlar. Pastga raqam qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yirikligi 30-32 kalibri shunaqa bo'ladi. Suv ichgan sari yiriklashib boraveradi mevasi.